Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari, YouTube'da bizni kuzatib turgan qadrdon aka, uka, opa, singillar. Kecha kungi obyektimizda yana xizmatdamiz. Namangan viloyati Nurobodda. Qadrdonlar, Nurobodda kecha nari tarafga monolit beton ustiga gipsdan lombos qalilligi 7-10 oralig'da 7 cm pil holatiga birinchi sloyni quyib qo'ygandik. Bundan oldingi videoda turibdi. Endi bugun loydan lombos qilingan qismiga qalilligi 7-10 oralig'da yana gipsdan lombos quyish xizmatini amalga oshiramiz. Qadrdonlar, loy lombos avvalroq qilingan akalarimiz o'zlari ustida turib tepasiga chiqib ko'rishmagan ekan, ancha yuqori tushgan. Qaysidir joylarda taxtalari ham ko'rinib turibdi. Bundan tashqari tepaga kat yo'lga nima qilishganda, santexnika o'tkazishganda, shunga o'xshash har joylari teshilib ketgan. Keyin chetlari ham barmoq xotirjam sig'adigan ochiq joylar. Chetlarida bir qator shunaqa joylari bor. Undan tashqari tomda o'zida ham teshilib qolgan, yurilganda teshilib qolgan joylari bor. Shularni hammasini chiroylab yamab, imkon darajada pastga oqqizmay, tomizmay, obyektimizni bu tarafiga ham qalilligi 7 plyus holatiga gipsdan lombos quyish xizmatini amalga oshiramiz. Qalilligi 7 cm deymiz, ancha joyiga qalin tushadi. Imkon darajada qalinroq quyamiz. Tom rosa notekis kelsa, eng baland kelgan joylari, vasat taxtalari bir-birining ustiga chiqib qolgan joylari 7 cm kelishi mumkin. Qolgan aksariyat joylari undan qalin tushadi. Sinfdoshlar jamoasi instrumentlarimizni joylab ishga tayyorgarlik boshlangan. Ana shu joydan yetib qoladi penasi ham rivojdan. Shlanklarimiz, buchkalarimiz, suv buchka, undan tashqari pena generator hammasini olib kelishyapti. Tomda sizlarga bir qator ko'rsataman. Bu taraflarda chetlari tortqilarni oldi. Ozgina ochilib qolgan. Bundan tashqari mana shu joyda diviziyna bo'lib yurilganda, mana shu joyda vasat taxtalar ham ko'rinib ketgan. Vasat taxtaning ustiga nari tarafda ham ko'rdim, hozir ko'rsataman. Qora qog'oz solingan, ustidan loy bosilgan. Mana shu joyda ham tomda ochiq joylari bor. Bu joyda mana shu ham vasat taxta. Bu tarafi ham ochiq. Undan tashqari mana shu qora qog'oz. Qora qog'ozni tashlab, ustiga loy bosilgan. Bu taraflarida ham ustun qo'yilgan joylar ochilib qolgan. Keyin mana kashakni yoni shunaqa joylar ochilib qolgan. Shularda xudo xolasa hammasini chiroyli tarzda yamab o'z egalariga topshiramiz. Mana bu tarafda ham ochiq joylar bor. Bundan tashqari bu tarafda ochiq joylar bor. Hammasini imkon qadar germetichni yopib ketishga harakat qilamiz. Mana shu chetlarini ham shundoq hammasini avval rastvorimiz bilan yamab olamiz. Undan keyin quyib ketamiz. Mana shu joyda ham ko'rgandim. Mana shu joyda ham ochiq bor. Shunga gipsni bu tarafga surib ketgan. Gips pastida qolib ketmasin deb. Mana shu joyda ham ochiq joy bor. Qadrdonlar, bizda ish jarayonlari boshlangan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Endi musiqaga video davomida ko'rishamiz. Mana shu joylarda ham qora qog'oz va taxta chiqib ketgan. Hammasini chiroyli tarzda yamab o'z egalariga topshiramiz. Dasturlarimiz davomida ko'rishamiz endi qadrdonlar. Aytmoqqa yo'qday so'zim, ololmayin qoldim ko'zim, shunchaki ekan udar. Bir qarab tushdi ko'zim, aytmoqqa yo'qday so'zim, ololmayin qoldim ko'zim, shunchaki ekan udar. Udar, telefoni ham udar, mashinasi ham udar, gaplari ham udar, qaddi qomati udar.
taqir tuqur malakdayin goho xur taqdirimga ming shukr jilmayishi ham udar poshnasi taqir tuqur malakdayin goho xur taqdirimga ming shukr jilmayishi ham udar telefoni ham udar mashinasi ham udar gaplari ham udar qaddi qomati udar boyvachcha ekan chista borolmayman Matizda mashinasi ham udar u kelar qora Mersda boyvachcha ekan chista borolmayman Matizda mashinasi ham udar telefoni ham udar mashinasi ham udar gaplari ham udar qaddi qomati udar qo'llarida iPhone har kuni ko'rsaydim uni qanday aytaman buni so'zlashlari ham udar qo'llarida iPhone har kuni ko'rsaydim uni qanday aytaman buni so'zlashlari ham udar telefoni ham udar mashinasi ham udar gaplari ham udar qaddi qomati udar telefoni ham udar mashinasi ham udar gaplari ham udar qaddi qomati udar Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Geldagi katta obyektimizni ham 2 sloy cho'rni beli holatiga sinfdoshlar jamoasi yakunlab o'z egalariga topshirish arafasidamiz. Qadrdonlar, kecha videoda ko'rsatdik, bu tarafdan ochgandik, bu tarafdan ola olmadik. Manipulyatorimiz strelasi yetmay qolar ekan, shu sababdan bu tarafdan ham ochganmiz. Kechagi videoda ham HSdan chiqibdi. Bu tarafi monolit ustiga quyilgan penalomboz, bu tarafi loylomboz ustidan quyilgan penalomboz. Mana shu joyga ham ancha qalin tushdi. Ikkita g'ish turuvdi, ikkita g'ish ko'milib ketdi. Nari tarafga o'tib, bu tarafdan ham bitta ko'rsataman qalinligini. 4 cm raykadan 3 qator to'qiganmiz. Videoning tezlashtirilgan kadrida ham bor. Shurib qotirib ketganmiz 3 qator. Bitta rayka, ikkinchi rayka, uchinchi rayka. Uchinchi rayka pashti to'ladigan kelgan. Shu tomdagi bor eski raykalardan foydalanib, xuddi shu ko'rinishda qalib qilib to'sib quydik. Bu taraflariga ham hamma joyiga loylomboz bo'lganligi uchun ancha qalin tushdi. Imkon qadar qalin variantini bostirgan, qalin variantini quydirgan ma'qul. Mana shu taraflariga ham 2 sloy cho'rni beli holatiga quyib ketganmiz. Bundan tashqari nari tarafiga kecha birinchi sloyni quydik, bugun ikkinchi sloyni quydik. Qadrdonlar, xudo xolasa mahsulotlarimiz bu tarafi obyektga tushishdan oldin quyilgan edi, ancha qatib qolgan. Hali ko'p videolarda mana hali nam holatda turibdi deyman, bu namini tortgan. Shu ko'rinishda yakunladik geldagi obyektimizni ham. Kimga shunaqa loyd ustidan, plitan ustidan, undan tashqari cho'rni patolog va taxtani ustidan lomboz, penalomboz, penabeton, polistrol, penapolistrol lomboz xizmatlari kerak bo'lsa, doim aloqadamiz. Endi ish jarayonlarini bu joyda yakunladik. Ertaga xudo xolasa o'zimizda Mingbuloq tumanida xizmatimizni boshlaymiz. Bu joyda qilinadigan ishlarimiz hozir qolgani, asha cherepitsa, undan tashqari tepasida kanyoga, keyin qor to'sadigan kanyoga anshlarini qo'yib qo'ysak, xudo xolasa bu obyektdagi ishimizni ham yakunlagan bo'lamiz. Mana shu joylarga ham vaqtliroq quyilgan. Bu tarafi boya aytganimdek monolit ustiga quyilgan. Nari taraflariga yaqinda quyib sinfdoshlarim ishni yakunlashdi.
Bizni kuzatishda davom etinglar. Kelgusi obyektlarda, kelgusi dasturlarda, kelgusi ish jarayonlarimizda yana ko'rishamiz. Salomat bo'linglar azizlar.